Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana qo'ylarimizni mana oxirgisi bitta shu qoldi. Ancha semiz, zich. Mana toshlari ham hammasi baquvvat. O'zi ham juda tirik qo'y. Mana quloqlari ham butun, hamma yog'i tep-tekis. Mana shunaqa juda baquvvat qo'y. 2 kilo, 50 kilodan oshiq chiqadi. Qurbonlikka juda yaraydigan qo'y. Mana shu bir dona qoldi. Olaman deganlar bo'lsa, xohlasanglar shu yerda so'ydirib berishimiz mumkin. Xohlasanglar olib ketishingiz mumkin. Agar shu yerda so'ydiriladigan bo'lsa, bo'ladigan narxini aytaman, aylantirmasdan. Bo'ladigan narxi 8 million. 50 kilodan oshiq yuki bor. Agar o'sha qassob pul ichida bo'ladi, 8 millionning ichida. Agar olib ketaman desa, 7,5 millionga berib yuboramiz. Mana shunaqa gidroponika hamda arpa yaxshi bedalar bilan boqilgan qo'y. Juda ham toza, yaxshi, juda ham semiz. Shunaqa gaplar. Taninglar sog' bo'lsin, hammanglarga hayitinglar muborak bo'lsin. Rahmat.